Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik anlıqçı dostlar. Diqqətinizdə Muhammed Ali Amin Ustaz qalamga alğan yeni təfsirdən özünlərini davam edir. İxlas surəsinin təfsiri. وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Aytqinki, u Allah yakkigandir. Mavjudiyatning birdan-bir tayanchisidir. Balaliq bo'lmagan ham tug'ilmagan. Uningga tangdosh hech kim yo'qdir. Oyatning umumiy mazmuni. Bu sura hayotga berilgan izohat, mavjudlikka berilgan tushuncha va qalbga berilgan xotirjamlikdir. Barliq mavjudot, butun harakat va kuch energiyalar amaliyotda hech nimaga teng emas. Chunki birdan-bir mavjudiyat Allohdir. Birdan-bir kuch-quvvat Allohdir. Birdan-bir haqiqat Allohdir. Allah'tan başka azali mevcutluq yok. Hammasi vaqtliq mevcuttur. Allah'tan başka güç kuvvet yok. Hammasi Allah tarafından berilgandir. Allah'tan başka haqiqat yok. Hammasi yo'qoladi. Bu suraning birinchi oyatida o'ttirib qo'yilgan haqiqatning bayoni va haqiqiy yakka ilohlik tasavvuri bo'lib, suraning davomidagi mazmunlarni o'z ichiga oladi. Gözümüz görüngen yoki ko'rinmagan barliq mavjudiyatning mavjudligi Allohga tayinadi. Biz kuch deb qaragan barliq energiya Alloh tarafidan keladi. Hatto Allohning yakkiganligi azali bo'lib, tug'ilganmi emas, balaliqmi bo'lmaydi. Uningga hamtang hech kim yo'qdir. Bu xil tasavvur muayyanlashgan vaqtda boshqa yoqqa bog'langan qalb zanjiri uzilib, xiyoliy va botil tushunchalar siqib chiqariladi. Chunki haqiqat izlagan ko'z faqat Allohni ko'radi. Haqiqatga talpingan qalb faqat Allohni topadi. Tama qilgan nafs Allohdan boshqasini topolmaydi. Sig'inmoqchi bo'lgan kishi Allohdan boshqa panogoh topolmaydi. Hattoki bu xil tushunchaga ega bo'lgan kishining nazarida hayotdagi sabab natija qonuniyatimi kuchini yo'qotadi. Mushunaqda kelgan vaqtda inson Qur'on o'ttirib qo'ygan chin iymon tushunchasiga ega bo'lgan bo'ladi. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Atqınında sen atmadın, belki mahiyette Allah attı. Anfal suresi 17. ayet. Bu qalbning xotirjamlik va huzurga to'ladigan bosqich bo'lib, umidni faqat Allohdan kutadi. Qo'rqsa faqat Allohdan qo'rqadi. Chunki u qalbning ko'zida Allohdan boshqa haqiqat yo'q. Allohdan boshqa kuch yo'q. Allohdan boshqa haqiqiy mavjudlik yo'qdir. Aqida mushuninga yetganda kishi o'zining hayotini yakkigona haqiqat tasavvuri asosida qurib chiqishga hozirlangan bo'ladi va tövandagidek natija chiqadi. Alloh bo'ysunish, ibodat qilish va qo'rqishga loyiq birdan-bir zot. Chunki birdan-bir ma'bud udir. Alloh oshkor yushurin qiyinchilik va kangirchilikda iltijoga loyiq yagona zot. Chunki birdan-bir kuch udir. Alloh aqida, qimmat qarash, yo'l va o'lcham, qonun tuzum, adab va axloqlarda bo'ysunadigan birdan-bir zot. Chunki birdan-bir iloh udir. Muhabbat va nafrat faqat shu zot qilib bog'landi.
chunki birdan-bir panogoh o'dir. Dunyodagi boshqa shaylar faqat inson yer yuzidagi vazifasini ado qilib, darajasini yuksaltirish yo'lida insonga xizmat qiladigan bir vosita xolos. Xulosa shuki, ixlos degan hayotdan yiroqlashib, yolg'izlikqa cho'kib, darvishlarcha yashash emas. Balki so'ridan tushunganimizdek iloh va hayotga bo'lgan tushunchamizni soplashtirishdir. Allohdan boshqa har shaydan beg'in uzishdir. Hayotda insonni taraf-tarafdan bog'layotgan, qiziqtirib, yo'llardan adashtirayotgan ishlar mohiyatda hech nimaga teng emas. Hech qanday shay mustaqil mavjudlik va kuch-quvvatga sahib emas. Balki yakki yagona haqiqiy azaliy mavjudlik va kuch-quvvat egisi Allohdir. Boshqa butun shaylarning mavjudligi va energiyasi Alloh tarafidandir. Shunga insonga nisbatan ishonch qilib yo'langudek Allohdan boshqa tayanchisi yo'q. Haqiqiy hayot Alloh sizib bergan yashash yo'li va zimindagi vazifasini ado qilishdir. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men zaminda vazifa o'rindig'ichi yaratdim. Boshqa ishlar o'mchikning uyiga o'xshash ojiz va ahamiyatsizdir. Demak, bu sura insonning hayot xaritasini sizadigan bo'lg'achqa, hadislarda Qur'onning 3dan 1ga teng deb sifatlangandir. Anglayotganlar Muhammad Ali Amin ustoz qalamga olgan yangi tafsirdan o'zindilar. Ixlos surasining tafsirisi. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه Ayet tahlili. Huwa. Bu söz u ma'nosini ifodalaydigan kishilik almash bo'lsa-mu, bu o'rinda grammatika va tafsir ulamolarning diginiga ko'ra diqqat tortadigan cho'ng bir masalaga ishorat qiladi. Bu masala bo'lsa hayotning yeshimi, haqiqiy mavjudiyatning mohiyati, osmon, zamin va boshqa koinotdagi barcha shaylarning mavjud bo'lib davom qilishining tayanchisi qatorliq mu'min bilan kofirning orasidagi oshqo'shliq nuqtadir. Bir qism olimlar sufi yo'lidagilarning huvani Allohning asmo sifatlar qatorida zikrlarda tilga ilishini mushu nuqtadan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Allohu ahad. Yuqoridagi jiddiy masalaning javobi bu oyatda bayon qilingan bo'lib, inson hayotlik va boshqa mavjudiyat haqida tashlanadigan kim yaratgan, kim ta'minlaydi, nega boradiga o'xshash savollarga mundaq javob beradi. Haqiqat izlasang, birdan bir haqiqat Allohning yakki yeganaligidir. Kuch-quvvat izlasang, yakki yagona kuch Allohdir. Mavjudiyatga qarasang, birdan bir azaliy yakki yagona vujud Allohdir. Xulosa shuki, Allohdan boshqa hech shay haqiqiy emas. Mavjud bo'lib turishida va energiyada Allohga tayinadi. Birdan bir mustaqil, hech kimga muhtoj bo'lmaydigan, butun shaylar mavjudligida uningga muhtoj bo'lgan tangdish yo'q zot yakki yagona Allohdir. Oyatning bu bo'ligi butun suraning mazmunini o'zida mujassamlashtirgan javhar qism bo'lib, keyingi oyatlar izohat shaklida keltirilgan bo'lishi mumkin. Allohus Samad. Birinchi oyatda ifoda qilingandek, Allohning mutlaq azaliy mavjudlik va mutlaq kuchining yakki yagona egasi ekanligining natijasidir. Shunga Alloh bir butunlikka ega, kam yoki to'liqlashga ehtiyojli emas. Aksicha, Alloh boshqa barliq shaylarning mavjudligining davomlashishining tayanchisidir. Barliq mavjudotlarning yaratilishi va alohidaliklari Alloh tarafidan berilgandir va uningga bog'liqdir. Lam yalid va lam yulad. Allohning azaliy va mutlaq mavjudligining yakki yagona egasi bo'lishining eng mukammal cheki Allohning bolalik bo'lmasligi va tug'ilgan bo'lmasligini taqozo qiladi. Chunki bolalik bo'lish yoki tug'ilgan bo'lish Allohdan boshqa yana bir qudratning bo'lishi demak bo'lib, oldingi oyatdagi yakki yegonalik va birdan birlik haqiqiy ma'nosida bo'lmaydi. Garchi bu mazmunni birinchi oyat o'z ichiga olsa-mu, Yahudi va xristianlarga o'xshash o'zini samoviy dinning mansubi deydiganlarda va boshqa shirik e'tiqod mansublarida Allohning bolasi va ayoli bor yoki turlik ilohlar bor degandek ozg'un aqidalar bor bo'lg'achqa alohida ta'kidlangan bo'lishi mumkin.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Bu oyat oldingi oyatdagi Allohga nisbat berilgan yakigonelik, bir butunlik, boshlanish yoki oxirlash nuqtasining yo'qligi qatorliq Allohning tavsifini xulosalash bo'lib, yakigona vujudligida butun mavjudiyatning bor bo'lishi va davom qilishidagi tayanchisi bo'lishda Alloh insonning idrok va tasavvur doirasining sirtida ekanligini o'ttirib qo'ydi. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarni ko'rib turadi. Ya'ni Alloh insonlarning idrokining ustidir. ليس كمثله شيء. Hech shay'i Allohga o'xshash emasdir. Ya'ni Alloh insonlarning tasavvurining ustidir. والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق Surining oldi va kaynidagi suri bilan aloqasi. Payg'ambar alayhisalom har oqshom uxlashga tamshalganida ikki olqinni juplab suplaydi va Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qib, bosh va yuzidan boshlab qo'li yetgan yergacha badanining oldi qismini silaydi. Buni 3 qatim qiladi. An Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu qala: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذته يده قال: فقلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت بلى. جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال: فما نسيتهن مذ قال لا تنساهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda shunday deydi: Rasululloh uchrab berib qo'lini tutib dedim: "Ya Rasululloh, mu'minning nijotligi nima?" Dediki: "Ey Uqba, tilingni yig', uyingni huzur bil, xatoliqingga yig'la." Keyin Rasululloh menga uchrab kelib qo'limni tutib dedi: "Ey Uqba, Tavrat, Injil, Zabur va Qur'onda tushirilgan eng yaxshi 3 surani sana o'gitib qo'yaymi?" "Albatta, Alloh meni sana qurbon qilsin" dedim. Rasululloh menga Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'gitib qo'yib shunday dedi: "Ey Uqba, bularni unutma. Kecha o'qimasdan uxlama." Rasululloh unutma degandan tortib bularni unutmadim hamda kecha o'qimasdan uxlamadim. Bu ikki hadisdagi kelgan bayon 3 sura orasidagi zich munosabatni bildirib berdi. Mazmunga qaraganimizda sura Ixlos mutlaq yakigonalik, haqiqiy mavjudlik va kamkutisiz mukammallikning yolg'iz Allohga oid ekanligini o'tirib qo'yish orqali inson bilan Alloh o'tirdagi sabab natija qonuniyatini ep tashlaydi. Inson oshkora va yushurun jismoniy va ruhiy talablardagi butun ehtiyojlarda Allohga sig'inish, Alloh tili tilash nuqtasiga keladi. Falaq surasi jismoniy zarar yetkazadigan oshkora ziyondoshlardan yakkigona kuch-quvvat egasi bo'lgan Allohga bevosita sig'inib panoh tilashni o'rgatsa, Nas surasi ruhiyatga zarar soladigan yushurun ziyondoshlardan Allohga sig'inib panoh tilashga buyurgan. Suraning tushish sababi. Ixlos surasi ko'pchilik ulamolarning qarashida Makki sura bo'lib, Nas surasidan keyin Najm surasidan ilgari tushgan 4 oyatdir. Madaniy sura deydigan ulamolarmi bor, 2 qatim tushgan degan qarashma bor. Yahudi va xristianlardek samoviy din mansublari bo'lsin yoki mushriklarga o'xshash botil aqidliklar bo'lsin, Allohga qarata to'g'ri bo'lmagan tasavvurda edi.
Shuning natijasida ba'zilari insonni ilohning ayoli yoki bolasi shaklida o'tirib qo'ysa, ba'zilari har xil moddalardan butlarni yasab, iloh sifatida e'tiqod qiladi. Payg'ambar alayhisalom kelganda, ular Rasulullohdan Rabbini sifatlab berishni talab qilgandan keyin bu sura tushgan. Bu sura islomning Alloh tasavvurini bayon qilgan bo'lib, banda bilan Alloh o'rtasidagi barliq parda va to'salg'ularni ep tashlab, bandani bevosita Alloh qilib bog'laydi. Mushu ma'no asosida ulamolar bu suraning 20 necha ismini bayon qilgan. Suratul Ixlos. Barliq shirik va batil e'tiqoddan xoli holda Allohga o'zini atash. Suratul Tavhid. Allohni yagona deb bilish. Suratul Asas. Islom aqidasining asosi. Suratul Muqashqisha. Shirik va nifoqdan tozalag'uchi. Suratul Samad. Mavjudiyatning birdan-bir tayanchisi. Suratul Tafrid. Allohning yakigonalik sifatlarini bayon qilish. Suratul Tajrid. Allohning jalol sifatlarini bayon qilish. Suratul Najah. Dunyoda kufrdan, oxiratda azobdan qutulish. Suratul Ma'rifa. Ma'rifat Allohning ism va sifatlarini to'lish. Suratul Jamal. Allohning ism va sifatlarining eng go'zali. Suratul Muawwida. Panohlik tilash vositasi. Suratul Mani'a. Do'zaxdan saqlag'uchi, qo'g'dug'uchi. Suratul Muhdir. Anglash uchun malaikalar hozir bo'ladigan. Suratul Munfira. Shaytonni qo'g'lag'uchi. Suratul Baro'a. Shirkdan saqlag'uchi. Suratul Mudakkira. Sab tavhidni aslatguchi. Suratul Nur. Qur'on nuri. Suratul Aman. Azobdan aminlik. Suratul Shafiya. Shifoliq berguchi. Suraning fazilati. An Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huvallohu ahad yuraddiduha. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أبي سعيد bir kishining sura ixlosni takror o'qiyotganligini anglab, atigini Rasulullohning qishig'iga kelib, buni oz ko'rgandek so'zladi. Rasululloh dedi: Allah bilan qasamki, bu sura Qur'onning 3dan 1ga tangdir. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. Hazreti Ayşe anamız şundaq deydi. Peygamber aleyhisselam ağırıp qalsa o'ziga muavvizat, ya'ni İxlos, Falaq va Nas suralarini o'qib suflaydi. Kesili ig'irlashibdi, barakat istab o'qib Rasulullohning qo'li bilan silaydim. Yuqorida suralarning munosabat qismida va bu yerda tilga olingan hadislardan boshqa nurg'unlagan dalillar bu suraning fazilatini ko'rsatib berdi. Suradan ilingan saboqlar. Sura ajr nuqtasidan bo'lsin yoki o'z ichiga olgan mazmun nuqtasidan bo'lsin, Qur'onning 3dan 1ga tangdir. Chunki Qur'on 3 asosiy mazmunni o'z ichiga olgan. Ahkam, qissa va tavhid. Bu sura tavhidning asosiy qismini o'zida mujassamlashtirgan. Surada xato aqidadagi kishilarning barliq da'volari tamoman rad qilingan bo'lib, Allohga loyiq bo'lmagan sifatlar inkor qilinib, islomning Alloh tasavvuri muayyanlashtirilgan. Surada muayyanlashtirilgan tavhid aqidasi Alloh bilan banda orasidagi to'saqlarni butunlay ep tashlaydi. Chunki birdan bir azaliy va abadiy mavjudlik, yagona kuch-quvvat Allohdir. İnsanning uningdan boshqa boradigan panohgohi va egisi yo'qdir. Hatto hayotda bekitilgan sabab natija qonuniyatining mohiyatda hech ta'siri yo'q bo'lib, ishlar bevosita Allohga qarashliqdir. Bu insondagi turli qo'rqinch va sarosimalarni yo'q qilib, boshqa taraflardan butunlay beg'ini uzidi va yagona Alloh qilib bog'laydi.
İslam bu sura o'ttirib qo'ygan tavhid aqidasiga intayin ahamiyat bergan bo'lib, shirkni kechirilmas gunoh qilib belgilagan. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفءا أحد. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan Allohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Odam o'g'li meni inkor qildi. Undaq qilishi to'g'ri emas edi. Meni tilladi. Undaq qilishi to'g'ri emas edi. Meni inkor qilgani burun yaratgandek qayta tirildirilmaydi deganligidir. Dastlab yaratish qayta tirildirishdan oson emas. Meni tilligini Allohning bolasi bor deganligidir. Men yakki yagona mavjudiyatning birdan-bir tayanchisidirman. Bolalik bo'lmagan ham tug'ilmagan, menga tengdosh hech kim yo'qdir. Xo'sh, hurmatli anglag'uchi do'stlarimiz, Allohning fazl marhamati bilan Sura Ixlosning tafsirisi mush yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا